Tang oldidagi qarong'uliq. Abdori Qaraxon. 11-qism. Assalomu alaykum aziz qarindoshlarim. Xitoy Kommunist Partiyasini hozir bir irqiy qirg'in mashinasi desak tamamen to'g'ri bo'ladi. Xitoy Kommunist Partiyasi biz Uyg'ur xalqini butun dunyoga armay talmay terrorchi deb tonishtiryapti. Hem özünün irqiy qirg'inchilik siyosatini to'liq qonunlashtirishga bar kuchi bilan urinayotidu va nurg'un mablag' ajratyapti. Xitoy kommunistlarini butun dunyoga pul ko'tirib, tovoq ko'tirib yugurtayotgan Sharqiy Turkistonning yer osti boyliqlari hem türmü ve zindanlardaki, caza lagerlerdeki aşı çaresiz qarindoshlarımızın işki azalarını nama'lum devletlerge mahfi setish orqali tapkan haram puli. Demesemmi bunu sizlar aniq tushunsizlar. Xitoy kommunistlarının dunyoga Uyg'urlarni terrorchi deb tonishtirishi o'zining irqiy qirg'inchilik siyosatini qonunlashtirishning ul asosi. Aziz qarindoshlarım, bugungi bu dunyoda terrorchilikda eng sharaf to'shadigan davlat Xitoy kommunist hokimiyati. Chunki Xitoy kommunist hokimiyatining qurg'uvchilarining biri bo'lgan Mao Zedong men erishgan ba'zi ma'lumotlarga qaraganda 79 million insonni o'ldirgan. Bu son dunyo tarixidagi odam o'ldirish rekordini buzib tashlab o'tgan. Bu öldürülüş sanının içinde elbette Sharqiy Turkiston xalqi bor. Xitoy Kommunist Partiyasının qancha milyon qarindoshlarimizni qasddan o'ldirib tugatganini yaqinqi kelgusida Dünya sotining Xitoyning qonxo'r jallod rahbarlarini sotlagan vaqtda Dünya soti tarafidan Xitoy hokimiyatining qanchalik begunoh insonlarimizni qirg'in qilganligini anglaymiz. Ve şu çağda aniq sonini bilimiz. Demek dünya boyunca birinci derecelik terörist Xitoy Kommunist Partiyasi ve hakimiyeti ve qonxo'r rahbarları hem onun qo'lchimoqchilari. Taratqulardan ma'lum bo'ldi ki Pakistan hükümeti ve rahbarları Xitoy kommunistlarga o'zining sodiqligini bildirib, g'iljingshib Xitoyning Uyg'urlarni bostirishi to'g'ri degan bishoratni berdi. Biz Sharqiy Turkiston xalqi hech qachon buni unutib qolmaymiz. Shuning bilan birga bugünkidek Sharqiy Turkiston xalqining beshiga qor kunlar kelganda Turkiya xalqining Türk qarindoshlarimizning biz bilan bir saf turib Xitoy kommunistlarga qarta namoyishlarni elib borganligini unutib qolmaymiz. Türk qarindoshlarimizning Xitoy kommunistlarga qarta namoyishlarni tashkillashi, Xitoyga norozilik bildirishi, Xitoy zulmini to'xtat deyishi bizda qalbi sunuq Uyg'urlarni haqiqatan xursand qildi. Sharqiy Turkiston xalqi buni hargizmi unutib qolmaydi. Türk tarixi buni hargizmi unutmaydi. Biz yana qadrlik hokimiyatdagi aziz qarindoshlarimizning Sharqiy Turkistonning shiri Abduqodir Yapchanni öz erkiga qo'yib etishinglarni o'tinib so'raymiz. Uyg'ur qarindoshlaringlar bu zulmatlik qorong'u kunlarda shirning qafasdan chiqib o'kirishiga tashna bo'ldik. Chunki shirning o'kirishi Xitoy kommunist tulkilarining yurak bag'rini pari qilib etdi. Chunki biz shirni bak seg'indik, qadriga yetdik. Biz yana Türkiye parlamentida biz Sharqiy Turkiston xalqi uchun mikrofon va ovoz knopkalari uzilib ketsa-mu, haq so'zlagan qarindoshlarimizdan xursandmiz. Azap uqubatlik mushu ay mush kunlarimizda biz tarafda turib Sharqiy Turkistondagi Xitoy zulmini anglatgan aziz qarindoshlarimning ismini va vazifasini bu yerda turkcha atayman. İyi Parti Genel Başkanı Maral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İyi Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağralıoğlu,
İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Milletçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve Celal Erbay hem Muhammed Emin Yıldırım Katarlık Türkiye'deki her sahada nopozluk hizmet kılıvattan kerindaşlarımızını mı unutup kalmayımız ve ularga vicdan imanımız bilen rahmet deyimiz ve tariximizni hatırlayımız. Taş abidlerge bu kerindaşlarımızın biz bilen bir set tutup kılgan hizmetlerini, iş izlerini nakış kılıp uyumuz. Oygan Oğuzhan evlatları, Oygan Metehan evlatları, Oygan Bilgi Kağan evlatları, Oygan Koltekin evlatları, Oygan Osmanlı ve Fatih Sultan Mehmet evlatları. Dikkat berginanlarga rahmet.